Frontdan salom. Shirin qo'zichoqlarim Ahmad va Nuri. Menga yozgan qiymatli xatingizni olganimga bir haftadan oshdi. Lekin o'z vaqtida javob bera olmadim. Bunga jang sharoiti yo'l qo'ymagan edi. Mana endi nemislarning bir emas, ikki shahrni ketma-ket egallab, yana chet yoqadagi katta-kichik qismlarni tormor keltirib bo'ldik. Hozir men o'z o'rtoqlarim bilan orqaroqdagi qishloqda dam olib turibman. Mana shu paytdan foydalanib, bir dasta yig'ilib qolgan Pravda Vostoka va Qizil O'zbekiston gazetalarini ko'zdan kechirib chiqish hamda sizlarga va ba'zi o'rtoqlarga xat yozishni lozim ko'rdim. Qo'zichoqlarim, sizlar o'z xatingizda maktabda a'lochi bo'lib o'qiyotganingizni aytib, mening ham dushmanga qarshi kurashda a'lochi bo'lishimni istaysiz. Men sizlarning bu istagingizni astoydil qabul qilaman. Salom bilan adangiz. Sog'inchli salom. Men sog' va salomatlikda dushmanga qarshi kurashni kundan kunga kuchaytirmoqdaman. Yaqin kunlarda Sovet chegarasidan o'tib, Rumin to'prog'ida fashistlarni yer bilan yakson qilish oldidamiz. Shundan ilgari 2 marotaba frontdan xat yozgan edim. Balki olgandirsizlar. Xayr. Sog'inchli salom bilan dadang. Здравствуй, моя милая Галочка. Поздравляю тебя с наступающим новым 1944 годом и желаю тебе успеха в жизни. Желаю счастья, чтобы в новом году сбылись все твои желания. Приятно вспомнить прошлое. Вот я решил хоть на маленьком кусочке бумаги коротко поделиться с тобой. Елка у меня дополна, только они очень здоровые, высокие, толстяные и плюс к тому не в том месте. Тут в перемоте выбивает чечетку, и все это слышно отчетливо. Но ничего, будем скоро и мы праздновать вместе. А пока до скорого свидания. Остался жив и здоров. Целую свою милую Галочку. Крепко-крепко, твой Федя. Serzarda zamonlar o'tdilar qator. O'tdilar yillaru oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasdi ovoz. Bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Sen o'zing naqsh etding hayot qissasini. Sen o'zing so'ng uni aylading bayon. Olis bobolarning bosgan har izin o'zing avlodlarga etding namoyon. Dilda xotirani iymondek saqlang. Dilda bo'lsin ota-onaning yodi. Chechakday ko'karsin qalblar bog'ida olis ajdodlarning so'ngan hayoti.